Yakuniga yetgan 2024-yil Farg'ona davlat universiteti talabalari uchun ham muvaffaqiyatli yil bo'ldi. Oliygohning agrar qo'shma fakulteti izlanuvchan talabalaridan biri O'zbekiston Respublikasi Prezidenti davlat stipendiyasi sohibiga aylandi. Bu albatta uning intiluvchan va izlanuvchanligidan dalolat beradi. Davlatimiz rahbarining biz yoshlarga qaratilayotgan imkoniyatlari cheksizdir. Jumladan, ilmiy rahbari bilan birgalikda yalpizdoshlar oilasining xalq tabobatida qo'llaniladigan istiqbolli turlari mavzusida ilmiy izlanishlar olib borish natijasida Prezident davlat stipendiyasi sohibi bo'lishga sazovor bo'ldim. Kelajakda o'z mutaxassisligim bo'yicha yetuk kadr bo'lib, mamlakatimiz rivojiga o'z hissamni qo'shaman. Universitet faxri bo'lgan bu talabaning davlat stipendiyasini qo'lga kiritgani tengdoshlari va ustozlarni ham behad quvontirmoqda. U nafaqat akademik natijalar, balki ijtimoiy va madaniy loyihalarda faol ishtirok etib kelmoqda, deydi o'qituvchilardan biri. Sayram Fayzulla meni ilmiy rahbarligim ostida bu dorivor o'simliklarni yetishtirishda yangi innovatsion agrotexnologiyalarni qo'llagan holda bugungi kunda mana shu ishlarni birgalikda olib bordik va buni natijasida prezident stipendiyasi sohibi bo'ldi. Bu bola birinchi kursdan, birinchi bosqichdan kelib o'qiganda tirishqoq, bilimli, ilmga chanqoq bo'lganligi uchun birinchi bosqichdan boshlab mana shu talabalarni o'zi bilasiz, haligi qaysi biri nimaga qodirligini, mana shunga qodirligini, iqtidorini sezib bu yigitni yo'naltirdik. Bunaqa yigitlar fakultetimizda, universitetimizda juda ham ko'p. Universitetning faol talabalari safi yanada kengaymoqda. O'tgan davr mobaynida Islom Karimov nomidagi davlat stipendiyasini qo'lga kiritgan yana bir talaba bilan suhbatda bo'ldik shu kun. 4 yildan beri mana Farg'ona davlat universiteti agrar qo'shma fakulteti talabasiman va mana shu 4 yil davomida ilmiy rahbarim bilan birgalikda Janubiy Farg'ona tarqalgan och tuzli bo'z tuproqlarni unumdorligi mavzusidagi ilmiy mavzu asosida bir qancha maqolalar chiqardik va mualliflik guvohnomalari, monografiyalar chop ettirdik va shular natijasida Islom Karimov nomidagi davlat stipendiyasi sohibiga aylandim. Ushbu mukofot men uchun ulkan sharaf va mas'uliyat hisoblanadi va ushbu yutuq ortida mashaqqatli mehnat va yaqinlarim, ustozlarimni qo'llab-quvvatlashlari turibdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Stipendiya talabaning yuqori akademik ko'rsatkichlari, jamoat ishlari va ilmiy tadqiqotlarga bo'lgan yuksak qiziqish tufayli berildi. Shu bilan birga u o'zining kelajakdagi maqsadlarini amalga oshirishda davlat tomonidan ko'rsatilayotgan bu yuksak e'tibordan samarali foydalangan holda yanada yuqori marralarga erishishni rejalashtirmoqda. Birinchi bosqichdan tortib to bugungi 4-bosqichga jo'r o'zini barcha ustozlardan olgan bilimlarini bugun mana butun oilasini oldida, mana bu tengdoshlari oldida, Farg'ona davlat universitetining oldida albatta o'zini oqladi. Mana shu yo'nalish bo'yicha ishlarni davom etkazish niyatida Farg'ona davlat universitetini 2025-26 o'quv yilida albatta nasib qilsa magistratura yo'nalishida o'zini yo'nalishini davom etkazmoqchi. Bu bolaning ishlariga albatta muvaffaqiyat tilayman. Davlatimiz tomonidan berilayotgan bunday imkoniyat va rag'batlar yoshlarni ilm-fan sohasidagi orzulari, ta'limni mukammal o'zlashtirish va jamiyatda o'z o'rnini topishda davom etishga, yanada faolroq bo'lishga undaydi. Davlat stipendiyasi bu talabalarning o'z maqsadlariga erishishlari yo'lida yana bir poydevor bo'ldi.